Tamam başlayalım. Selamun Aleyküm, hürmetli qarindoshlar. Ben bugün bir ciddi şekilde şu naq meydan bir erbirler bilen bir ortaklaşadigan noktalar to'g'riliq bir so'zlay dedim. Hammamiz bilganimizdek şu 3-4 kundan yağı şu Şöhret Zakirning tuqqanlarining Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisi Dolqin Isa hujum qilgan ahvollari kun tartibida bo'lyotdi. Onun için bu meselenin mahiyeti, bunun Şarkı Türkistan davasıga keltirayotgan ziynni biz o'ylashimiz kerak. Biz bunu tefekkür qilib, bunun yolg'izlam Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Dolqin Isa ve onun inovati, onun şöhrati emas. Bu yerda ko'z tutayotganimiz Şarkı Türkistanning tükki davası qilingan qanday ziyonkashlikning boshlanishi ve bunun xalqning inkasini Xitoyning raysinash qilayotganligi to'g'riliq mana nuqtani tushunishimiz kerak. Bir Germaniyaga panohlik tilab o'rnashgan Şöhret Zakir Qo'rchoqninki bir tuqqanlarininki bevosita ve achisinin qizi olsun yoki o'zining singlisi olsun yoki boshqa çevreleri olsun bir şekilde şu ammaviy sorunda aşkar halda eğer mening akamga aqlay deydigan bo'lsang, sening tuqqanlaring anda qiladi, manda qiladi deb tehdit xarakterlik bir şekilde hujum qilishi Sharq Turkiston davosiga oshkor holatda muajiratda sil bizga ochgan urushga o'xshash bo'ldi bu. Vatanda xalqimiz hammamiz bilamiz qanday şekildeki hayati tehdit ostida yashayotganligini ve nurg'un qarindoshlarimizni hayotidan ayrilganligini hammamiz bilamiz. Anlavatımız urug' tuqqanlarimiz bilan necha yil bo'ldi aloqalashamayotimiz, ularning hayat emasligidan hiçbir xabarsiz gaskachidek yashayotimiz. Ama bugungi kun kelganda Xitoy tajovuzchilari yurakli holatda sili bizli yashayotgan Yevropa ellarining birchasiga chiqib, mayli o'zining urug' tuqqanlari va boshqa shaykillar orqali bizga tahdid qilishining o'zi nima deganda sili bizga ochgan jang uchun urug' tuqqanlaringni joylab bo'ldim, endi navbat san keldi, seni joylayman, biz hujumga o'tdik deganning bishorati. Onun için qarindoshlar, bu meseleге nisbatan yaxshi şekilde bir Dünya Uyg'ur Qurultiyi bir teşkilat yoki bir teşkilatning raisining yüz obro'yi emas. Miyadagi biz ko'z tutayotganimiz bütün Sharq Turkiston xalqining davosining, ya'ni mustaqillik orzusiga yoki mustaqillik nishoniga bo'lgan hujum yoki etilgan bir o'q desak bo'ladi. Onun için siz bilan biz bunun için qanday tadbir olamiz? Bunun qanday muomala qilamiz? Vay bo'ptilar, vay Dolqin Isa qilibdi, vay Dolqin Isa bunday gapni ko'tarib ketadi. Bir şekilde bir xotinning bir bildirilishgan, vay aqchgan, qo'qishgan emas. Bu yerda Xitoy tajovuzlari biz uchun qilayotgan haqorat va biz uchun qilayotgan hujumchi bu. Sening urug' tuqqanlaringni joylab etdim, endi joylayman, agar endi bizimni san joylayman, qanday qilsa deb bizning beşimiz olgan bu davanın yetekçilik rolunu oynayotgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi ve onun reisiga qilingan hujum sil bizga qilingan hujumga o'xshash shaklda shu kishini yo'qotib o'tish, shu Dünya Uyg'ur Qurultiyini yo'qotib o'tish davarimizni yo'qotib o'tganga o'xshash. Bugungi kunda Sharq Turkiston davosining xalqaro kun tartibida turishi ve bugünkidek şekilde yaxshi taraqqiy qilishining asosli sababi Dünya Uyg'ur Qurultiyidagi bir teşkilatning bir şekilde sistemlik holatda dunyoning qonuniyati, qonun nimasiga asosan siyosatdan payını bir şekilde elib berayotgan harakat faoliyatining natijasi deb qarasak bo'ladi qarindoshlar. Bu yerda o'zimizning hasadxo'rligi yoki bir odamga bo'lgan shaxsiyatiga bo'lgan yaxshi ko'rmasligimiz yoki o'tdi bilan bu davoga şekilde to'g'ri pozitsiya tutmasligimizning o'zi bu xatarlik ahvol. Onun için bazı bir hasadxo'rning, bazı bir şekilde o'xshamagan ko'z qarashdagi teşkilat ve teşkilat a'zolarining bir şekilde hangrab qo'yishi yoki gap qo'yishi bilan biz dilg'ul bo'lib qolsak bo'lmaydi. Onun için biz bugungi qiladigan ishimiz bu teşkilatlarımızın xizmat qilayotgan teşkilatlarımız ve teşkilat fidoilarni yoki teşkilat boshliqlarini bir şekilde qanday qo'g'daymiz. 1933 yılı qurilgan 1-Cumhuriyetimizdagi Sabit Damallan boshliq rahbarlarimizning qo'g'dayanmidik. Qanday qildi deganda o'z qo'limiz bilan Xitoy turmalarida shahid qilindi. Demak, bugungi kun kelgandimi, yana siz bilan biz
bugünkü yaşayotgan dövlətimizin qanuni və muşu qolumuzdaki ictimai uçur vasıtaları, kurallardan to'liq foydalanmay, bunu bilan to'liq şekilde bir düşmanımızga zarba bermay, yanalam qo'limizni tishlab, tirnoqimizni tatlab turishning o'zi deganda siz bilan bizga qilingan, o'zimizga qilingan bir nomusdan iborat. Bunun uchun qarindoshlar, bugungi bu kelayotgan mayli tashkilotlarimizni qarlayotgan yer shar vaqti kuzatib olsun. Xitoy umumyuzlik o'zining nimaga o'tganligini dushanba kunimi, yakshanba kunidagi Xitoyning bayonotchisi dedi. Biz ijtimoiy uchur vositalarida, ya'ni o'sha YouTube, Twitter, Facebook qatorliqlarda ping tay qurdik dedi. Munbar qurdik, bizmi akkaunt ochdik, nurg'ulg'an shaklda bizmi o'zimizning nimasini anlatish uchun, biz dunyoga o'zimizni tushuntirish uchun bir shaklda harakat olib boramiz, yoki axborot uchur axborot shaklda, xabar shaklda bir narsalarni e'lon qilamiz dedi. Demak, nima degan gap? Bugungi ijtimoiy uchur vositalarga nurg'un uyg'un qarindoshlarimizni Twitterda, Facebookda va YouTube'da va shunga o'xshagan shaklda o'zi bildigan Instagram qatorliq mushu uchur vositalaridan foydalanib, Sharq Turkistondagi o'zining urug' tuqqanlari va Sharq Turkistonda Xitoyning qilayotgan zulmini fosh qilishi dunyodagi nurg'un insonlarning uyg'onishiga sababchi bo'ldi. Buningdan rahatsizlangan Xitoy qanday qildi deganda, bir shaklda bu vositalar orqali bizning da'vorimizni, bizning nimamizni xunuklashtirish uchun harakat qilmoqda. Mana oldimizda Belgiyada anglashimcha, Belgiyadagi bir biz uchun gap qilayotgan bir chet ellik aktivistlarning tuyuqsiz shaklda Xitoyga yuzlanib, Xitoyninkini ras qilish shaklda o'tirg'i chiqishi nima deganda, Xitoy mushunda bizni qo'llayotgan mayli chet ellik aktivistlar bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli diniy sohadagi ulamolar bo'lsin, bular uchun singib kirish orqali bizning davonimizni xunuklashtirish uchun bularni kallasini burmanayotgan, bular uchun pul, mol va har xil shaklda ashlarning nimasiga kiralaydigan shaklda ular uchun bir ularni setib olib, ularning ideyasini burmanayotgan ahvollar mavjud. Uning uchun bugungi kunda bizning tashkilotlarimiz bir shaklda o'ziga loyiq shaklda turishliq davlatlarda va dunyoviy sahnlarda o'ziga yorug' shaklda xizmat ilib borgan ekan, berayotgan ekan. Buning uchun biz xalq bo'lish sifatimiz bilan bularni hiçbir şekilde bir qo'llash, bularga bir madad berish, bularning tarafini elish, bir şekilde harakat qilishimiz va bularning to'g'ri qilayotgan ishlarini tasdiqlash, xato qilayotgan samimiy taklif bilan ular o'zgartish shaklda xizmat qila olsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo mushunda qilinayotgan hujum bo'lsin, mayli Dolqun Eysa, mayli Dünya Uyghur Teşkilatı, yoki shunga o'xshagan nurg'un yaxshi tashkilotlarimiz va xizmat qilayotgan shu tashkilotlarimizning qaysi birisi qilingan hujum bo'lsa, biz o'rnimizdan dasturib, ularni qo'g'dash va ular uchun gap qilish, ularni uchun qilayotgan shu hujum qilganlarni bizim şekilde ularning kimligini va nerede turadiganligini, nima xizmat qilganligini, shu turishliq davlatidagi jamoat bir bo'lib, ularni yenilam jamoatlik nimasini siqib chiqarishimiz va ularni tanqid qilishimiz, munofiqlarning adab ketishi, tungi gapimdim dedim qarindoshlar. Munofiqlarning bugünkidek bir şekilde aramızda adab ketishi va bemalol bizning aramizda o deb oshkor va şekilde bizga hujum qilishi nima deganda, shu munofiqning biz jajasini berolmaganligimiz uchun, munofiqning adabini berolmaganligimiz uchun ul adab ketaylik. Oy bu nebijan nima ish qila oladi meni, oy bu kunchi nima ish qila oladi, paxpaq bundan mujohid va paxpaq mazguylar deb bizni ko'zga ilmaganligi uchun adab ketib olgan ish. Agar patanga 4 ni qo'yib, tumushqiga 3 ni qo'yib, ashunda gulni adabini beradigan bo'lsak-chi, vaqtida to'xtab tura, palanchi urib o'tadi meni juma, tuganchi urib o'tadi, tuyuqsiz raket yeb ketma, uyamning derisi qilib ketadi, mashinamning yili ketadi, derisi qilib ketadi deb qo'rqaydi. Biz qo'rqitadigan hech qanday harakatni qilolmaganligimiz uchun, shuning bilan qanday bo'ldi deganda qarindoshlar. Ma epsiz o'g'allik uchun qarindoshlar, ma qo'limda tutib nima qilyapman? Ma turishlik yerim biroz epsizdi. Ayıp burmanlar. Biz edipini beremmegenligimiz uchun u munofiqninki oshkor va yushranda bo'ynini kerib, shirkat qurib, tashkilot qurib, hattoki boshqa ishlarni qilib yuribdi. Uning uchun biz hech umid deganda, biz qonunga xilof shaklda bir odamni o'ttirib yutinglar, bir odamni uyga o't qo'yib yutinglar demaymiz. Demoqchi o'g'limiz, biz o'zimizning qo'ldan kelgan ijtimoiy uchur vositalarida yoki tashkilotlarimizning yoki shu turishlik yerlarda buni kun tartibga kelib, buning shaklda
kanuni şekilde kanun yolu bilen bunu bir taraf kılışının yolunu izleyişimiz gerek. Yeni birisi şu cemaat, dünya cemaati de dünyada 18 devlette mukim Uygur yaşaydı arkadaşlar. 18 devletteki Uygurlarımı bir şekilde şu bu meseleye. Bugün Dünya Uygur Kurulduğu'nun bir şey gelgen gün et Şarkı Türkistan Hemkarlık bir teşkilatına bir şey kilişi mümkün. Başka devletlik teşkilatlarımız gibi teşkilat başlıkları ve teşkilat kilişi mümkün. Bu kilidi o. Çünkü Xitay bugün hücumu öttü. Onun için biz kanday kılışımız gerek. Bunun bugünkü kelgen vaqtida bunu bir taraf qilish usulimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Bir taraf qilish usulimiz, bunun bo'lgan inkosimiz, buni kun tartibga kelib, buning shaklicha jazosini, tadbirini qilishimiz kerak. Bugun o'limalar jamiyati buningga bir nima deyish kerak. Buningga boshqa tashkilotlar bir nima deyish kerak to'xtabdi. Agar mushu Shuhrat Zokirning urug'ti qilmish edi, yashab o'tibdi. Buni hujumga o'tabdi. Bularga biz qanday pozitsiyani bo'lamiz deb pozitsiyamizni bildirishimiz kerak. Pozitsiyamizni bildirmez, bo'pti bu ish deb ketadi. Bundan işte azmitte bu gün tartibki kemmesin bu. Bugünkü kemmeye iş sizin beşiniz kılışım mümkün. Ögülük yani bir sana beşik kılışım mümkün. Bir şekilde şu adep kanda oldu degende Xitay eğer gecikimiz gibi bir şey desem onu aldırdım bir gapim degen Allah saklasın. Xitay biz ne? Muşu bir yol bir velan qıp bolgandaki Avrupa'daki qarindaşlarımızın şu poyizga bisip ekitip jazalaşını emelge aşıra alaydı. Bugünkü münafıkı biz sükut tuturuşumuz eğer bizden beşimiz geliyordu. Bugün ben Dolqun Eysa Dünya Uygur Kurulduğu için emas, üzem için söz davetime. Çünkü ben bunu sükut qilsam meni manga qilishi mumkin. Manga kelishi mumkin. Ben mandaq tushunchada chiqish nuqtasi qilib, ben bunu söz deya olsam, bunu qila olsam, anandan keyin manga nisbatan to'g'ri pozitsiya qo'llangan bo'laman. Lekin men bugun boshqalar uchun yoki boshqaning beshiga kelibdi deb emas. Bu xatarlik signalning hammamizning beshiga keldiganligidek bir narsani tushunganligim uchun, bunu endikkanligim uchun bu şekilde şu men bunun qirtan bugun bu yerda qarindoshlarım bilan bu gapni qilyapman. Shuning uchun mümkün bo'lsa qarindoshlarimiz buning nisbatan biz kun tartib turg'izishimiz şu turuşluq Germaniya ve başka Avrupa ellerindeki qarindoshlarimiz bunun nisbatan bir pozitsiyasini, bir şekilde bunun qarshiliğini, qo'limizdan nima kelsa, mayli ijtimoiy uchur vositalarida imzo to'plamdik, mayli bir şekilde bularning şekildeki resimlerini iniq şekilde tunu olamdık. Bularını iniq şekilde bir düşünü olamdık. Bir şekilde de bularını tunuş ve bunun için ibret kılıp başka münafıklığın yani bu şekilde oturup çıkması için bu münafıklığı karşı tutuzları bir işimiz gerek. Nerede gözü şu yerde hakaret işimiz gerek. Nerede kandak şekilde olsa yüzümüz bir şekilde kolumuzdan kiriş şu hemimiz yüzümüzden ictimai uçur vasıtalarında bunu gün tertipke eklersek o vaxtda da mandak münafıklığının ikinci kıtım qat götürüşü baş götürüp aldığımızga ya uyan kimden aldığı yügerip gelişini aldığını alalayımız. Eğer muşu münafıklığının beşini yenci ütenmesek o vaxtda da şu qalan münafıklığın korkusu da mana dünya uruk nimiş qıraldı bizne bir yanın nimenin kanunu işlem kılanmaydı iken o naitkesi 5.000 euro jarimanı koydu iken diyen bilalde çekinip kasıp olmaydı. Onun için biz çokum ictimai uçur vasıtalarında bundan münafıklığını qanday qilishimiz kerak deganda kuni haqoratlab bulunuvchi bir şekilde munofiq ekanligini dunyoga anlatishimiz kerak. Dunyoga anlatishimiz. Mayli qo'limizdagi xabarlik şekilde olsun ya qanday şekilde olsun bir şekilde bunu nima qilishimiz kerak. Bu bir şekilde bir insonga Uyg'ur hujum qilamiz. Uyg'urning ichidagi yaxshiga yaxshi muomala qilamiz. Uyg'urning ichidagi satqonga munofiq qarta şekilde onun hatta onun cezası bilen muamele kılıyoruz. Kandaktır onun Uygur boğallığı yetip aşmaydı. Onun fakat yüzünün halkıya satqınlık kıldı mı ya ki yüzünün davası hayırlı kıldı mı kılmadı mı? O hayırlı kılgan mı okşa şekilde onun selamun aleyküm deyip çıraylık muamele kılıyorsak o vaxtta da biz nayeti şu münafıklığı rehim kılıp kılgallığımızdan kalgan günümüz bu şu. Biz urushda jang maydonida turayotgan millat emas. Shu munofiqlarning aramızdagi shu satqinligining xiyonati bilan shu davlatimiz, ikkilik cumhuriyetimiz qo'ldan ketdi. 3-qitimliq cumhuriyetimizning qo'ldan ketmasligi uchun qanday qilishimiz kerak deganda, buning qarshi shu aniq bir pozitsiya bilan buning qarshi bir o'zimizning pozitsiyamizni, o'zimizning inkosini bildirishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar qarindoshlarim, xatoyalar qilib qolsin. Hamma ish shaklida o'zimizning hissiyot, hayojini bilan emas. Bu masalaning mohiyati, Xitoy tajovuzlari deganimizga o'xshash. Bu yildan boshlab qanday qildi deganda, hatto uning oldida nurg'un rahbarlarimizning telefonlariga har xil shaklda uchurlarni berdi, qismoqlarni qildi. Uningga hech kim sezgir bo'lganligi uchun uningga tushmadi. Ammo u tushmaganligi qanday qildi deganda, ikkinchi rol
Mao aşkar şekilde hücumunu başladı. Bunun gibi siz bilen biz yani sükut turup ay işim ama ötep gidip desek çoğun 3. kademde qanday qıldı degende cismani hayotiga tehdit edip kelishi mumkin. Hayotiga tehdit edip kelishi mumkin. Shuning uchun ketgandikin apla demey, uning oldida buning oldini qanday qilamiz, uni qanday qilamiz, uning qanday telefon nomerlarini tepib, urpaqli telefon emas bizdan. Aşılının telefon numarasını tepib, "Ey, bek no'chkansan go? Ha, yo'qlab ketibsan sen" demada bir biz telefon olsun kelenmesek bir salam saat qilib qo'yla. Mushum bir usuli. Şu yer qolgan narsani qolgan qarindoshlarimiz hamma o'zimizning fikrini yetkazalsak, buni kun tartib qila olsak, anekanda Germaniyadagi jamoatlarimiz bir şekilde onun şekilde har xil qonuniy va har xil şekilde bunun tadbirini olsa, nayt yaxshi bo'ladi. Shuning bilan birga keyingi mayli Turkiyada olsun, mayli Yevropada, mayli Amerikada olsun, dünyanın nerede olsun, her yerde joylashgan munofiqlarning bosh ko'tarib oldimizga kelishining oldini olamiz. Va shu uning yurkini mujibcho desib yanchib o'tamiz. Shuning uchun bunun nisbeten mening qayta ta'kidlayotgan yerim, bunun nisbeten hammamiz inkosimizni, hammamiz pozitsiyamizni bildiralsak, nayt yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlarim. Hammanglar Janob Allohga tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.